Inzagi chekinganda mening ko'zlarimga yosh olgan holda Piboga bildirgan rahmatim butun dunyoni qattiq ta'sirlantirgan edi. Atlanta Milanga 5 to'p urganda ko'zoynakimni elib o'tib, g'azab bilan ekranga qarab, kechirim so'rashni talab qilgan ko'rinishimmi hozirgacha esimda. Men balkim butun dunyo Milan mastonlarining qalbidagi ma'naviy dahi bo'lmasligim mumkin. Lekin kesib aytalaymanki, men umrlik qaynoq hissiyotim va qizg'in muhabbatim bilan qizil, qora ranglik Milan ruhining chin ma'nosini voyaga yetkazib tushuntirib berdim. Balkim bu qaysi futbolchi, qayerda to'p tepgan deyishinglar mumkin. Men bir axborotchi. Eng muhimi Milanning sadoqatman mastonasi Tiziano Crotone. Men Italiyaning shimoliy qismidagi kichik shaharda tug'ilgan. Balalik chog'larimdagi aslamalar ancha go'zal emas. 1955-yili ota-onam tasaddibi o'lib ketdi. Bu amdila 12 yoshga kirgan menga nisbatan aytganda shubhisizki vayron qilish xarakterlik zarba bo'lib qoladi. To'satilla yetimlik ko'chasiga kirib qolgan men Milan shahridagi momam tag'amlar tarafidan beqib olindim. Men boshqalar bilan aralashishni xohlamaydim. Hayot menga shunchalik rangsiz, ma'nisiz bilinadi. Nevra akam har haftada degudek musobaqa ko'gili boradi. Shunda qilib, uning da'vati ostida men bu musobaqa ko'rishga qiziqib qoldim. Barbara Milan shahrida AC Milan va Xalqaro Milandan iborat ikki zardar komandaning borligini bildim. Nevra akam AC Milanning sodiq mastonasi edi. Shuning bilan men qilchi ikkilanmasdilla Milan shahridagi bu qizil qora rangli kiyimli komandani yaxshi ko'rib qoldim. Rossoneri bo'lishdan boshqa balalik chog'larimda mening yana bir orzuyim kunlarning birida qizil qora rangli komanda kiyimini kiyib AC Milan uchun jang qilish edi. Shuning bilan 1959-yili 16 yoshga kirgan men AC Milan yoshlar mashq bazasiga kirishni iltimos qildim. Lekin tug'ma talentim yetarsiz bo'lganlik sababli kasbiy topchi bo'lish orzuyim amalga oshmadi. Shuna qilib 20 yoshlik men o'zimning topchilik hayotimni aldirab denab oxirlashtirdim. Agar hayotimda AC Milan paydo bo'lmagan bo'lsa, ota-onamdan ayrilib qolgandan keyingi hayotimda qanday o'zgarishlar yuz berdiganligiga bir nima demak tas edi. Ammo dal ashu qizil qora rang mening yorlangan qalbimni asta-asta tinchlantirib, ruhiy yo'lanchukka ega qilib, turmushga qaytadan botirlik bilan yuzlantirdi. Balkim futbolning sehriy kuchi mushu bo'lishi mumkin. Kasbiy topchi bo'lish orzuyim mag'lub bo'lgandan keyin men yanada tantarbiya sohasida taraqqiy qilishni tanlab oldim. Men muxbir bo'ldim. Cho'li top sohasida muxbirlik qildim. Barbara muvaffaqiyatni qozondim. Biroq bu sohadagi muvaffaqiyat tuyg'usi meni qanoatlantirmadi. Mening qalbimda eng qiymaydiganim yanada ashu qizil qora rangli komanda edi. Uning o'ti har qachon yalqinjab turadi. Shuning bilan 1970-yildan boshlab xizmatimning muhim nuqtasi tadrijiy futbol sohasiga, bo'libmi AC Milan klubiga yo'tkaldi. Men Italiya osmon tarbiyasi, Milan qonunli qatorliq axborot vositalarida xizmat qildim. Shu ishlagancha ko'zni yumib ochqicha to'g'ri 50 yilmi bo'lib qopti. 1987-yili men tunji maydon futbol musobaqasini tushundirdim. Milan 2-0 natija bilan Pescara komandasini yengdi. Mening futbolga bo'lgan qizg'inligim va o'zgacha bahoyim tufaylidan men Italiyada dangliq shaxsga aylandim. Shundaqla butun dunyodagi top mastonlarga tanishlik bo'ldim. 2004-yili yana bir qitim men uchun muhim yil bo'lib qoldi. 2003-2004-yillik musobaqa faslidagi Milan derbisida Milan 2 to'p orqada qolgan pas vaziyatda biroqli ta'tir eshib 3-2 natija bilan g'alabani qo'lga keltirdi. Shu chog'dagi ko'rinishlar butun dunyodagi AC Milan mastonlarini asabiylashtirib o'tgan edi. Meningmi o'zimni unutgan holdagi tushuntirish, tabriklash harakatlarim torda e'lon qilingandan keyin kishini hayron qoldirgan surat bilan torda tarqaldi. Dal mushu vaqtdan boshlab men keng to'p mastonlar tarafidan Talvo Buvay deb ataldim. Bu qitimqi g'aljirani tabriklashlarim sababli men nurg'un davlatlarning e'lon vakolatchisilik to'xtamlarini topshirib qolmay, yana mastonlar chambarkadagi eng dangliqlardan bo'lib qoldim. Shundaq men Milanni yaxshi ko'rgachga axborot sohasidagi betaraflik o'lchimidan halqib o'tib ketgan edim. Biroq bu mening eng chong aloyidligim bo'lib qoldi. Gerçi yishim bir yaga berib qolgan bo'lsa-mu, lekin mening Milanga bo'lgan muhabbatim ashu 15 yosh vaqtimdagidek sof ham beg'ubar edi. Shunga men balalarcha gap so'zlarim va chek-chegirsi aniq bo'lgan muhabbat, nafratlik chin hissiyotim bilan nurg'un narsalarni ifodalagan bo'ldim. 2011-2012-yillik musobaqa faslida Milan to'pikorlaridan Gattuso, Nesta, Inzagilarning chekinish, xo'shlish jangida Inzagi to'p kirgizgandan keyin men qalbimdagi hayajonimni bosolmay qoldim. Bu xushalliqqa judolik qo'shilib meni ixtiyorsiz yosh to'kizgan edi. Her bir ig'iz rahmat sana Pibo deb to'lg'an so'zlarim sonsizlagan Rossoneriliklarning chin qalbidan urg'ib chiqqan minnatdorlikni ifodalagan edi.
Shundaqla barliq televizor oldida bu ko'rinishni ko'rib o'ltirgan boshqa komanda mas'ullarini qattiq ta'sirlantirgan edi. Rost gapni qilsam, bu Milanning gullangan davrining oxirlashayotganligini ifodalab beradi. Milan tushkunlik bitib qolgan yaqinqi bir necha musobaqa faslidami men yanala har maydon musobaqada johillik bilan izchil komandaga hamroh bo'ldim. Albatta, bu yaxshi ko'rishning o'lchami edi. 2019-2020 yillik musobaqa fasli Italiya Adirchiliklar birlashmasining 17-aylanmasida Milan Atlantadan 5 to'p orqada qoldi. Musobaqaning 82-minutida Atlanta 5-to'pni kirgizganda men Odol telekamera oldiga berib Milan komandasini qattiq ayibladim. Shundaq, muhabbatim chunqur bo'lganlik uchun nafratim kuchli edi. Men jushqin holda keskin so'zlarim bilan barliq AC Milan to'p mas'ullarining yurak sadosini hammaga jakarladim. Mayli Milan o'tmishda qanchalik sharafga erishsin va yoki o'ngsizlikqa duch kelsin, men izchil uni qo'llab, quvvatlab keldim. Mendagi qizil va qora rangli jang kiyimiga bo'lgan saf muhabbat qilchi o'zgarib baqqani yo'q. Balkim bu bir sadoqatman futbol mas'ulasining mas'ulalik o'lchami